Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Tushdek kechgan umrlar nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Odamzod hayotida shunday pallalar bo'ladiki, ba'zida ularni hech qachon unutging kelmaydi. Ba'zida esa tushingda kechirgandek unutishni xohlaysan. Ammo bunday vaqtlar hayotingda qanday iz qoldirganidan qat'iy nazar, baribir qalbingning bir bo'lagi hamisha o'sha xotiralar bilan band bo'lib qolaveradi. Noyob iste'dod sohibi O'tkir Hoshimovning Tushdek kechgan umrlar asarini o'qigan kitobxon qalbidan ham shunday o'ylar kechadi. Romanda keltirilgan voqealar qamrovi juda keng. 30-yillarning mash'um qatag'on qilish manzaralari, 80-yillardagi ko'pchilikning yostig'ini quritgan Afg'oniston urushi lavhalari, shu yillarda sodir bo'lgan o'zbek ishi, insonlar hayotida sodir bo'ladigan bu ishda yirik juda katta hajmli voqealarni bir-biri bilan bog'lashda yozuvchining mahoratiga tan bermaslikning ilojisi yo'q. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.